Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyg'ur qurultayı raisi Rabia Qadiri xonim Amerika Wall Street jurnali gazetida maqola e'lon qilib, Kompartiya doiralarining istibdodlikdan voz kechishni umid qildi. Onun ilgili süreçte Xitay faqat Uyg'ur, Tibet, Mongol ve Xitay xalqining har xil huquqlariga hurmat qilgandala dunyoviy kuch bo'la oladi. Rabia Qadiri xonim yana agar Xitay hukumati Uyg'ur tilini maktablardan siqib chiqarish, Xitay ko'chmanlarini Sharqi Turkistonga hech qanday kontrolsiz yerlashtirish, islomni qonunsizlashtirish qatorliq madaniyat qirg'inchilik siyosatini to'xtatsa, Sharqi Turkiston masalasining har ikkala taraf rozi bo'lgudek tinch va mangulik hal qilinishiga kuch chiqarganligini bildirgan. 5 iyul vaqasi g'oyiblaridan İmam Mehmet Ali'nin anısı Patigül G'ulam Kompartiya 18 qurultayga chaqiriq qilib, izdiraksiz g'oyiblar masalasini hal qilishni talab qildi. U g'oyiblar masalasi hal bo'lmasa, jamiyatda hukumatga qarshi o'ch adovatning kuchaydiganligini, rayonda muqimlikning amalga oshishi mumkin bo'lmaydiganligini bildirdi. Uning ilgari surishicha, g'oyiblar masalasi qurultayda o'tirib qo'yilishi tegishlik eng zarur masala. Biroq u qurultay vakillari va axborot vositalarining odatdagi masalalarni o'tirib qo'yib, ziyonkashlikka uvallıqqa uchrayotganlar masalalarini rayondagi asosliq va muhim masalalarni tilga olmaganligini tanqid qildi. 11 ayning 5-kuni Londonda muhojiratdagi yozuvchilar qalami nomli tashkilot o'rinlashtirgan faoliyatda Uyg'ur yozuvchilarining ahvoli tanishtirilgan. Bu faoliyatga London Uyg'ur ansambli qatnashib, Uyg'ur naqshi musiqalaridan konsert bergan. Faoliyatda Uyg'ur yozuvchilarining bugungi ahvoli Lutfulla Mutallib, Abdurahim O'tkir qatorliq atoqli shoir yozuvchilarining asarlari tanishtirilgan. Avstraliyada o'ltirishlik yozuvchi Söyüngül xonimning Ko'z yoshidan namlangan Zimin nomli romanining inglizcha nusxasidan parchalar o'qib o'tilgan. Amerikalik yozuvchi va Xitoy masalasi mutaxassisi Ethan Gutman Sharq Turkiston Xitoyning inson ishki a'zolarini elib oldigan noiti cho'ng tajribaxonasi ekanligini bildirdi. Uning ilgari surishicha, harbiy doktorxonalarda Xitoy partiya a'zolari va amaldorlari Uyg'ur yoki Falun Gong murtlarining ishki a'zolarini elib olishni davomlashtirmoqda. Ethan Gutman burun o'limga buyurilgan Uyg'ur mahbuslarning ishki a'zolarini tirik elishni ko'zlab, ularning o'ldirilmay qasddan chala o'lik qilinib, operatsiya qilinganligiga doir paket borligini bildirdi. Turkiyadagi asosli o'qituvchi partiyalardan Millat Harkat partiyasining 10-navbatli qurultayida Uyg'ur masalasi tilga olingan. 4-noyabr kuni Anqarada o'tkazilgan qurultayda partiya raisi Davlat Bag'chili ichilish nutqi so'zlab, Turk dunyosining ittifoqligi va Uyg'urlarni alohida tilga olgan. O nutqida Türklərinin tarixi qahramanı Kürşatning 40 sabdishi bilan Xitoyning Xon saroyiga hujum qilib, Xitoy xalqini mag'lub qilganligini misol qilgan va Sharqi Turkistonni tanishtirgan. Qurultay divan hay'atining raisi To'g'rul Turkash, afsuski Sharqi Turkiston rahbari Rabia Qadiri xonimning qurultayga qatnashqusi bo'lsa-mu, biroq qatnashamaganligini bildirgan. Amerika Davlat ishlar ministerligi Palovdagi Uyg'urlar haqida fikr bildirib, biz davomli ularning hozirgi o'rinlashtirishini vaqtliq deb qaraymiz. Biz Palovdagi 6 nafar Uyg'urga mangulik o'ltiraqlashadigan bir joy tepishga kuchimizning bericha tirishimiz va to'xtamay harakat qilamiz deb ko'rsatdi. Davlat ishlar ministerligining ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir amaldori Palovning bu Uyg'urlarga yordamda bo'layotganligiga va ularning sabrchanligiga rahmat aytdi. Palovda vaqtliq o'ltirishlik Uyg'urlar yaqinda axborot vositalariga suhbat e'lon qilib, o'zlarining mazkur Tinch okean orolidagi vaqtliq o'ltirishi yana qanchalik so'zilganligini so'ragan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganingizga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.